Musaffo osmon. Bir vaqtlar bilib yo bilmay istehzo qilib yurgan tushunchamiz aslida ulkan ne'mat ekanini so'nggi bir necha yil ichida tushunib yetdik. Yo'q, bugun ifloslangan atmosfera va shaharlarimiz ustini qoplagan smog haqida gapirmaymiz. Albatta bu dolzarb muammo, ammo ushbu sonimizni osmon musaffoligini buzadigan dronlar, samolyotlar hamda raketalar, aniqrog'i ulardan himoyalanishga bag'ishlaganmiz. Demak, bugun siz O'zbekiston qurolli kuchlari inventarida qanday zenit raketa tizimlari borligi, havo hujumidan mudofaa salohiyatimizni modernizatsiya qilishda Xitoy qanday rol o'ynayotgani hamda ko'p xalqali mudofaa tizimi bizga nima uchun kerakligi haqida bilib olasiz. Ilm-fan hamda texnologik taraqqiyot nafaqat inson turmushini osonlashtirdi, shu bilan birga uning hayotiga xavflarni ham ko'paytirdi. O'tgan asr boshlarini olaylik. Harbiy aviatsiya endi rivojlanib borayotgan vaqtlarda havodan faqat bir tahdid, samolyotlarni kutish mumkin edi. Keyinroq ularga vertolyotlar ham qo'shildi. Ammo qanotli va ballistik raketalarni seriyali ishlab chiqarish boshlangach, vaziyat yanada murakkablashdi. Vaqt o'tishi bilan bunday qurollarning yangi namunalari ishlab chiqarildi. Ularning tezligi, manevr imkoniyatlari hamda talafot yetkazish salohiyati oshib bordi. Ammo hujum qilishni o'rgangan inson endilikda himoyalanish ustida ham bosh qotira boshladi. Son sanoqsiz olimlar, harbiy muhandislar osmondan keladigan tahdidlarni zararsizlantirish uchun izlanish olib bordi. Ularning sa'y-harakatlari natijasida havo hujumidan mudofaa qurollarining butun esheloni ishlab chiqildi. Sovet ittifoqi vaqti O'zbekiston butun imperiya mudofaa tizimining bir qismi edi. Ammo istiqloldan so'ng mamlakat o'z qurolli kuchlari jumladan havo hujumidan mudofaa qo'shinlarini mustaqil tasarruf eta boshladi. Avvaliga mamlakat Qizil armiyadan qolgan merosni o'zlashtirdi. O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti tomonidan imzolangan 1992-yil 12-noyabrdagi farmon bu boradagi ishlar uchun huquqiy asos bo'ldi. Unga binoan mamlakat hududida joylashgan havo hujumidan mudofaa harbiy qismlari O'zbekiston yurisdiksiyasiga o'tkazildi. Hozir O'zbekiston o'z osmonini muhofaza qilish uchun barcha qurollarga ega. Ular qisqa, o'rta hamda uzoq radiusdagi istalgan turdagi havo tahdidlarini zararsizlantira oladi. O'zbek harbiylarida kichik dronlardan tortib ballistik raketalarga qadar tutib olish uchun salohiyat bor. Ular asosan 4 ta halqaga ajratilgan. Eng oxirdan boshlaymiz. Havo mudofaasining bu chizig'i asosan statsionar hamda mobil zenit artilleriya tizimlaridan iborat. Bu ro'yxatga dunyo bo'ylab keng tarqalgan Zu-23-2 qo'sh stvolli zenit qurilmasi ham kiradi. U o'zining vayronkor o't ochish kuchi bilan mashhur. Qurilma daqiqasiga 1000 dan ortiq o'q uzish mumkin. Agar intensiv rejimga o'tilsa, bu ko'rsatkichni 2 baravarga oshirsa bo'ladi. Tizim o'z nomiga muvofiq 23 mm kalibrli snaryadlarni qo'llaydi. Zenit raketa tizimlarining keng ommalashishi ortidan bunday qurollarning ahamiyati biroz pasaygan edi. Ammo uchuvchisiz uchish qurilmalari sabab vaziyat yana o'zgardi. Boisi arzon dronlarga qarshi narxi bir necha yuz bazan esa $1 million turuvchi raketalarni qo'llash o'zini oqlamaydi. Bu esa o'z navbatida arzonroq yechimni taqozo qiladi. Shu bois butun dunyo bo'ylab zenit artilleriya tizimlariga e'tibor yana kuchaydi. Ammo Zu-23-2 kabi tizimlar nishonlarni belgilashda primitiv metodlardan foydalanadi. Shu bois aniqlik ko'rsatkichi havas qilarli emas. Qolaversa, ulardan tungi sharoitlarda foydalanish uchun ulkan projektorlar kerak. Biroq mazkur tizimlarni modernizatsiyadan o'tkazish mumkin. O'zbekiston mana shunday qilyapti ham. Kadrlarda zamon talablariga muvofiq modifikatsiyadan o'tkazilgan mana shunday tizimlardan birini ko'rish mumkin. U Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlariga tegishli harbiy qismga topshirilgan. Tasvirlardan uning xususiyatlari haqida aniq nimadir deyish qiyin. Ammo xuddi shu yo'ldan borayotgan davlatlar tajribalarini kuzatib, ayrim taxminlarni ilgari surish mumkin. Qolaversa, eski sovet qurolini yuqori aniqlikdagi tizimga aylantirish uchun kerak bo'ladigan moslamalarning taxminiy ro'yxati ham bor. Demak, katta ehtimol bilan Zu-23-2 tungi sharoitlarda ham ishlay olishi uchun teplovizor, lazer masofa o'lchagich va nishon haqidagi ma'lumotlarni qayta ishlovchi ballistik kompyuter bilan ta'minlangan. Qolaversa, tizim pikap bazasiga o'rnatilgan. Bu yuqori harakatchanlikni ta'minlaydi. Mazkur yondashuvdan Ukraina ham, Rossiya ham faol foydalanmoqda. Ular uzoq masofali kamikaze dronlarni urib tushirish uchun maxsus otryadlar tuzishgan.
Dastlabki halqaning yana bir elementi Zu-23 shilka o'zi yurar zenit tizimi bo'lib, qurilma Zu-23 bilan o'xshash vazifalarni bajaradi. Faqat xususiyatlar shuningdek, tuzilishida farqlar bor. Masalan, shilka gusenitsali platformaga asoslangan. Bu uni yuqori harakatchanlik bilan ta'minlaydi. Ekipajni esa kichik kalibrli o'q-dorilar hamda snaryad qoldiqlaridan himoya qiladi. Qolaversa, shilka 4 stvolli avtomatik to'p bilan qurollangan. U 23 mm kalibrli snaryadlardan daqiqasiga 4000 ta otishi mumkin. O't ochish masofasi esa 2,5 kilometrni tashkil etadi. Tizim o'tgan asrning ikkinchi yarmida ishlab chiqilgan bo'lsa ham, o'zining vayronkor o't ochish kuchi bilan jangovar harakatlarda hanuz muhim rol o'ynaydi. Shu bois, mazkur tizim dunyoning 40 dan ortiq davlatlarida faol xizmat qilyapti. Ahamiyatlisi shilka ko'rish gorizontidan tashqaridagi, aniqrog'i 20 kilometrgacha masofadagi tahdidlarni ham aniqlay oladi. Bunda unga o'zining radar stansiyasi yordam beradi. Albatta, bu hammasi emas. Vaqt o'tishi bilan shilkaning bir qancha modifikatsiyalari ishlab chiqilgan. Qardosh xalqlar vakillari bilan o'tkazilgan Birlik 2025 o'quv mashg'ulotlari vaqtida mana shunday tizimlardan biri namoyish etildi. U shartli nishon, ya'ni dronlarni urib tushirdi. Igla ko'chma zenit raketa tizimi mashhur Stingerning Sovet ittifoqida ishlab chiqilgan versiyasidir. Uning dastlabki namunalaridan biri 1991-yili Ko'rfaz urushi vaqtida Qo'shma Shtatlarning F-16 qiruvchisi hamda Britaniyaning Panavia Tornado bombardimonchilarini urib tushirgan. Ammo bu yagona holat emas. Pokiston va Hindiston mojarosi, Yaqin Sharqdagi nizolar, Bolqondagi harbiy harakatlar va xususan Ukraina urushida bunday misollardan o'nlab, ehtimol yuzlab topish mumkin. Masalan, 2014-yili Donbass separatistlari bortida ukrainalik harbiylar bo'lgan Il-76 harbiy transport samolyotini urib tushirib, 49 kishining hayotiga nuqta qo'ydi. 2022-yil aprelida esa Ukraina askarlari ruslarning Su-34 front bombardimonchisi Igla tizimi yordamida qulatdi. Shundan buyon har ikki tomon Igla yordamida o'nlab havo bortlari va son sanoqsiz dronlarni zararsizlantirdi. Hatto mazkur tizim bilan qanotli raketalar urib tushirilgan holatlar ham bor. Qo'shma havo mudofaa tizimining eng katta afzalligi shuki, undan hatto bir kishi ham foydalana oladi. Iglani istalgan bino tomidan yoki daraxt orasidan turib ishga tushirish mumkin. Bu esa ko'zga oson tashlanuvchi zenit raketa tizimlaridan farqli dushmanni g'aflatda qoldirish imkonini beradi. Raketa nishonni undan chiqqan issiqlik izi orqali ta'qib qiladi. U soniyasiga 800 metr masofani bosib o'tib, maksimum 6 kilometr uzoqlikdagi tahdidni zararsizlantirishi mumkin. Havo mudofaasining navbatdagi halqasini qisqa masofali zenit raketa tizimlari tashkil etadi. O'zbekistonda ularning bir qancha turlari mavjud. Eng mashhurlaridan biri Xitoydan sotib olingan FM-90 hisoblanadi. U HQ-9B tizimining eksport uchun mo'ljallangan versiyasidir. O'z navbatida xitoyliklar ham kompleksni loyihalashda fransuzlarning Kratal tizimiga murojaat qilgan. FM-90ning bundan avvalroq to'xtalib o'tirgan shilkadan asosiy farqi shundaki, u avtomatik to'pga ega emas. Buning o'rniga faqat raketalardan foydalanadi. Qolaversa, FM-90 murakkab kompleks bo'lib, bitta batareya tarkibida radar, qo'mondonlik markazi va 4 tagacha uchirish platformalari bo'ladi. Ularning har biri 6x6 g'ildirakli shassida harakatlanadi. Mobilligi yuqori bo'lgani bois mazkur tizimlarni quruqlik qo'shinlari uchun havo soyaboni sifatida frontda qo'llash mumkin. Tizim radari 25 kilometrgacha masofadagi 12 ta nishonni bir vaqtda kuzatishi, ulardan 4 tasini baravariga urib tushirishi mumkin. Tutib olish balandligi 15 metrdan 5 kilometrgacha. Zarba berish masofasi esa 15 kilometr. Bu dronlar, vertolyotlar, jabhaga yaqin uchuvchi samolyotlar va qanotli raketalarga qarshi ayni muddao. FM-90 kompleksida qo'llaniladigan raketalar 14 kilogramm og'irlikdagi jangovar kallak tashiydi. Uni hozirga qadar Pokiston, Bangladesh, Myanma, Jazoir, Turkmaniston va Eron kabi davlatlar o'z qurolli kuchlariga qabul qilgan. S-125 Neva stealth xususiyatiga ega samolyotni urib tushirgan tarixdagi birinchi va yagona havo mudofaa tizimi hisoblanadi. Voqea 1999-yili Qo'shma Shtatlarning F-117 front bombardimonchisi bilan Bolqonda yuz bergan. O'zbekistonda uning 6x6 platformaga asoslangan mobil versiyasi Pechora 2M mavjud. U ballistik raketadan tashqari barcha turdagi havo nishonlarini tutib olishga mo'ljallangan qisqa masofali zenit raketa kompleksidir. Pechora 2M Rossiya va Belarusning qo'shma kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan.
Tizim ikki turdagi zenit raketalardan foydalanadi. Ulardan birinchisi 15 km, ikkinchisi esa maksimum 35 km masofadagi tahdidlarni zararsizlantira oladi. Raketalar nishon yaqinida portlab, metall fragmentlar sochadi. Bechora 2M shuningdek, kunning istalgan qismida ham jangovar topshiriqlar bajara oladi. Aslini olganda u qo'mondonlik punkti, radarlar, ta'minot mashinalari, uchirish platformalari hamda generator kabi komponentlardan iborat murakkab kompleksdir. O'zbekistonda shuningdek qisqa masofali zenit raketa tizimlaridan OSA majmuasi ham borligi taxmin qilinadi. Ammo bu to'g'rida aniq ma'lumot yo'q. O'rta masofali havo mudofaa tizimlari yirik obyektlar, strategik infratuzilma hamda uncha yirik bo'lmagan shaharlarni himoyalaydi. O'zbekiston bu maqsad uchun Xitoydan Kaishan tizimlarini sotib olgan. U 50 kilometrgacha bo'lgan masofadagi havo tahdidlarini, jumladan raketalar, samolyotlar, vertolyotlar va dronlarni tutib olishga mo'ljallangan. Urib tushirish balandligi esa taxminan 20 kilometrni tashkil etadi. Kaishan ham xuddi Pechora 2M kabi bir necha komponentlardan iborat murakkab kompleksdir. Ko'p funksiyali radar tizimi, boshqaruv markazi, uchirish platformasi va generatorlar shular jumlasidan. Majmua qo'llaydigan raketalar 1.2 Mach, boshqacha aytganda 1470 km/s tezlikka erisha oladi. Ular g'ildirakli shassiga asoslangan platformalarga 2 tadan 4 tagacha joylashtiriladi. Raketalarning har birida qariyb 100 kg og'irlikdagi jangovar kallak mavjud. Kaishan 1C tizimi havo tahdidlarini aniqlash va kuzatish uchun asosan H200 ko'p funksiyali radardan foydalanadi. U 120 km masofadagi 50 ta nishonni kuzatishi, ulardan 6 tasiga raketalarni baravar yo'naltirish mumkin. Agar radarga ko'proq uchirish platformalari biriktirilsa, bu ko'rsatkichni oshirish mumkin. Ammo 6 tadan so'ng raketalarni navbatma-navbat ishga tushirishga to'g'ri keladi. Butun kompleksni boshqarish uchun taxminan 16 kishilik personal taqozo qilinadi. Mazkur kompleks dastlab 1991-yili KS-1 nomi bilan jamoatchilikka namoyish qilingan. Ammo O'zbekiston uning 2000-yillarda ishlab chiqilgan zamonaviy va imkoniyatlari kengaytirilgan KS-1C modifikatsiyasini qabul qilib olgan. Xitoy ushbu tizimlarni bizdan tashqari Tailand, Kambodja va Myanma davlatlariga sotgan. Yuqorida tilga olingan tizimlarning bari turli balandlik va tezlikda uchadigan havo tahdidlarini bartaraf etishga mo'ljallangan. Ammo gap tovushdan bir necha barobar tezroq parvoz qiladigan ballistik raketalar haqida ketganda, bizga yanada qudratliroq vosita kerak. Bundan tashqari u ombor, issiqlik elektrostansiyalari yoki sanoat korxonalari kabi obyektlar bilan maydalashib o'tirmay, birato'la butun shahar osmonini himoyalashi zarur. O'zbekistonda bu rolga mos keladigan narsa bor. Xitoyning FD-2000 tizimi 4-chi va asosiy halqani to'ldiradi. U 125 km radiusda uchadigan dron, vertolyot, samolyot va qanotli raketalarni urib tushirishga mo'ljallangan. Ammo ballistik raketalarga qarshi bu ko'rsatkich 27 kilometrgacha qisqaradi. Tutib olish balandligi esa 25-30 kilometrni tashkil etadi. O'zbekiston mazkur tizimni havo hujumidan mudofaa salohiyatini modernizatsiya qilish dasturi doirasida sotib olgan. Ba'zi manbalarga ko'ra FD-2000 turli qurollardan ommaviy hujum sharoitida ham yuqori natija ko'rsatadi. Bitta kompleksda 8 taga qadar uchirish platformasi, qo'mondonlik punkti, generatorlar, raketalarni tashuvchi va yuklovchi texnikalar bo'ladi. Tizim nishonlarini aniqlash, kuzatish va yo'naltirish uchun ikkita turdagi radarlardan foydalanadi. Dronlar kabi pastlab uchadigan tahdidlarga qarshi turish uchun esa yana alohida radar mavjud. Har bir launcher o'zi bilan 4 tadan raketa olib yuradi. FD-2000 tizimida qo'llaniladigan raketalar parvozdan oldin vertikal shaklga keladi. Shundan so'ng raketa kapsuladan pnevmatik usulda otilib chiqadi. Keyin u o'z tezligini 4.2 Mach, boshqacha aytganda 5150 km/soatgacha oshirish mumkin. Ammo raketa nishonga to'g'ridan-to'g'ri borib urilmaydi, balki yetarli darajada yaqinlashib portlaydi. Natijada jangovar kallak ichidagi son-sanoqsiz metall parchalar sachrab, nishonni zararsizlantiradi. Ozarbayjon, Marokash, Misr, Pokiston, Turkmaniston kabi davlatlar mazkur tizimni o'z qurolli kuchlari uchun qabul qilib olgan. Eron ham Isroil bilan 12 kunlik urushda yo'qotilgan havo hujumidan mudofaa salohiyatini FD-2000 tizimlari yordamida tiklashga umid qilyapti. Ko'rsatuv avvalida ta'kidlanganidek, musofo osmon bu shunchaki qochirim yoki yumor elementi emas. Aksincha, chinakam ne'matdir. Havo sarhadlarimizning buzilmasligi havo hujumidan mudofaa salohiyati hamda bu yo'nalishda xizmat qilayotgan mudofaachilarimizga bog'liq. O'ylaymizki, bugungi sonda
mamlakatimiz havo mudofaa tizimi haqida ozmuncha bo'lsa ham ma'lumotga ega bo'ldingiz. Ko'rsatuv haqidagi fikrlaringiz uchun izohlar qismi ochiq.